Hazreti İsa ularga yana bir tamsilni so'zlab berdi. Arishning podshohligi xuddi bir odamning etizga shoshgan qicha urug'iga o'xshaydi. Qicha urug'i butun urug'larning ichida eng kichik bo'lsa-mu, u har qanday ziroatdan egiz o'sib, ko'chat bo'ladi. Hatto qushlarmi kelib, uning shoxlarida uvlaydi. Hazrati İsa ularga boshqa bir tamsilni so'zlab berdi. Arishning podshohligi xuddi xemir turishga o'xshaydi. Ayol xemir turishni bir xolta unga qo'shib yug'ursa, bu xemir turuch butun xemirni bo'ldira oladi. Hazrati İsa bu ishlarning hammasini tamsillar bilan ko'pchilikka bayon qildi. U tamsil keltirmay turib, hech qanday ta'lim bermaydi. Buning bilan bir payg'ambar orqali oldin ola aytilgan mo'ni so'zlar amalga oshirildi. Og'zimni tamsil so'zlash bilan ochiman, dunyo opirdi bo'lgandan beri sir bo'lib kelgan ishlarni tilga olaman.